Do'stlar, bugun biz sizlarga buni ishlash mexanizmini ko'rsataman. Oldingi sizlar bu yerga nima pishirmoqchi bo'lsangizlar, o'shani solasizlar. Mana bo'ldi. Endi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda to'ldi joy. Mana hammasi. Mana qo'yib yuboramiz endi. Do'stlar, sizlarga ko'rsataman. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, mana shunaqa qilib hamma yerga shunday qilib chiqqanman. Restoran shu narsalar. Sizlarga mana bu yerdan pishirasi chiqadi. Mana shu yerga borib hammasi saniqqa tushar. Mana shundan ko'rasizlar. Bitta pishlar kiradi. Ular mana shu yerda qovuriladi, pishiriladi hammasi. Buni joyisi nima kerak desangizlar, bu oddiy narsa, ya'ni yoqilg'i beradi hammasiga. Maslahatim do'stlar, bunaqa mini kartlardan hamma yer qo'yib tashlamanglar. Ko'p qo'ymanglar. Bo'lmasa to'xtab qoladi. Ya'ni bir-biriga urilib to'xtab qoladi-da. Shunaqa hammasini do'stlar mana shu yerga ulab chiqasizlar bir-biriga oxirida. Keyin mana shu qo'yib qo'yasizlar. Buni qo'yib qo'yasizlar-da. Shunaqa qilib sekin astalik buni hammasi chiqib mana shu yerga sariqqa yig'iladi. Bu yerda esa do'stlar cheksiz lava olishingiz mumkin. Bitta chirak to'ldirib olasizlar. Chirak olasizlar. Qo'yasizlar, bo'ldi. Do'stlar, saniq olib tashlaysizlar, bo'ldi. Zo'r ishlaydi. Saniqqa solib o'tirasizlar shunday. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, boshqa narsa qilinglar, like bosinglar, komment yozinglar. Ammo hech kim komment yozmayapti. Nega? Men hatto mana shuncha kovlab chiqdim. Va sizlar kommentlarni ko'rsatib o'tiribman. Hatto sizlar uchun mail sinab oldim. Bir amallab. Shuncha obuna bo'linglar.